Mustaqillik xalqimizning bebaho ne'mati, erkin va farovon hayotimizning mustahkam poydevoridir. Bu yil O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini yuksak g'urur va shukronalik bilan nishonlamoqdamiz. Mustaqillik tufayli ilm, fan, ta'lim va ma'naviyat rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Kutubxonalar esa ma'rifat maskani sifatida xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Har bir kitob bilim manbai, har bir mutolaa esa vatan ravnaqiga qo'shilgan hissadir. Mustaqil yurt farzandiga ekanligimdan faxrlanaman. Kitob o'qish orqali bilimimni oshirib, vatanim ravnaqiga hissa qo'shishni maqsad qilib olganman. Kutubxona mening sevimli maskanim. Bu yerda orzularim sari yetaklaydigan bilimlarni topaman. Aziz yurtdoshlar, Sizlarni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, Osmonimiz musaffo, Xalqimiz farovon bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.